Bir yigit yig'lab maktub yozibdi. Yoshligimdan onamni bitta ko'zi yo'q edi deydi. Onamni bir ko'zi bo'lmagan. Men eng dahshatlisi o'rtoqlarim oldida onamni ko'rsatishdan uyalar edim. Chunki onamni ko'zi o'yilgan holatida juda xunuk ko'rinar edi. Do'stlarim, og'aynilarim bo'lganda ular iloji boricha onamga ko'zi tushmasin deyar edim. Maktabga ota-onalar yig'ilishi bo'lganda onam kelmasin deb o'ylardim, chunki otam olamdan o'tib ketgan edi 9 yoshimda deydi. Onam kelsa, yigitlar ko'lib onamni masxara qiladi, onamni ustidan kuladi. Men xijolatli holatda qolaman deb onamni ko'rsatmas edim. Bundan juda siqildim, juda qiynaldim. Oxiri boshqa joylarga o'qishga kirdim. O'sha joyda qolib ketdim. Shu onamni dahshatli yuzini ko'rmas maqsadida boshqa joyda yashadim. Uylandim, bola chaqa ko'rdim deydi u yigit. Kunlardan bir kuni mana o'sha yerda o'qigan maktabdoshlarim o'zini o'tirish yig'ilishlariga chaqirdi. Men o'sha joyga bordim. Shunda ham onamni ko'rish niyatida bormadim. Birdan o'zimni o'sgan uyimni ko'rgim keldi. Borganimda onam olamdan o'tib qolgan ekanlar. Men ko'ra olmadim deydi yigit. Qaytib keldim, do'stlarim bilan uchrashib, uyga kelsam maktub kelibdi. Maktubni hayron bo'lib olsam, onamdan ekan. Onam shunday yozibdi deydi yigit. Jonim bolam, ko'zlari go'zal bolam, yuzlari go'zal bolam. Bilaman, meni bitta ko'zim yo'qligidan sen doim xijolatda yurding. Ko'rinishim xuniyligidan uyalding, buni ham bilaman. Eshitishimga qaraganda do'stlaring bilan uchrashuvga kelishingni ham bildim. Uylanibsan, bola chaqali bo'libsan. Bir marta nabiralarini ko'rgani borganimda nabiralaringizni ko'rmang, qo'rqib ketishadi deb qaytarib yuboruvding. Qaytib keldim. Seni kelganingni eshitdim, meni oldimga kelmasligingni bildim, lekin seni salomatchiligingdan xursand bo'ldim. Senga bir haqiqatni butun umr yashirgan edim. Sen yoshligingda avtohalokatga uchrab, temir ko'zingni chiqarib yuborgan edi. Shunda doktorlarga men bitta ko'zimni senga berishligini so'rab jarrohlik amaliyotini o'tkazgan edim. Seni oynaga qaraganda kulib turgan ko'zingni bittasi meniki edi bolam. Men juda ham xursandman. Chunki agar seni o'shinda ko'zisiz qoldirganimda men kabi xorlangan bo'lib bolalaring sendan uyalgan bo'lar edi. Shuning uchun men bu ishimdan afsuslanmadim. Endi bu bola ushbu onasining xatini butun dunyoga joylab internetda o'qinglar. Men badbaxtni ko'ringlar deb yozyapti. Bunday holatlarni qaysi birini aytishimiz mumkin azizlar? Ular ham bir paytlar go'zal edi. To'g'ri, hammamizga ham onamiz ko'zini bermadi azizlar. Bu yerda o'tirgan birortamizga onamiz ko'zini bermadi-ku deyishimiz mumkin. Lekin onamiz bizga ko'zlarini nurini berdi. Qaddi qomatini berdi. Vujudini berdilar. Bizni deb qaridilar, bizni deb beli bukildi. Otamiz bizni deb qaridilar, bizni deb beli bukildi. Bizga bori butini berdi. Ko'zini o'yib berishlik ma'nosida bo'lmasa ham nurini berdi. Lekin siz o'sha ko'zi bo'la olyapsizmi degan savol hammamizga tug'iladi. Onamiz bizni deb ko'z nuridan ayrildi, onamiz qaddi bukildi. Biz bukilgan qaddini rostlay olyapmizmi? Bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, onaga hech narsa kerak emas mehrdan boshqa. Onaga borib ozgina salom alaykum qilib qo'yishlik, u pul berib qo'yishlik bilan vazifani bajardim demaslik kerak. Ona mehrga muhtoj. Bayram kunlari ayolimizga sovg'a olib kelib ulgiymiz. Ayolimizni ko'ynini oblaymiz, bolalarimizga sovg'a beramiz, lekin onaizor ba'zan esdan chiqadi.